Diqqat, tezkor xabar. Deputat Mironov migrantlar uchun patent tizimini o'zgartirishni taklif qildi. Assalomu alaykum, qadrli mehmon. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Mehnat migrantlari uchun patent tizimini biometrik ma'lumotlarga almashtirish kerak, deya fikr bildirgan Davlat dumasi deputati Sergey Mironov Newsru saytiga. Uning so'zlariga ko'ra, hukumatning Moskva va Moskva viloyatida, shuningdek Sankt-Peterburgda va Leningrad viloyatida bir patent asosida ishlash huquqini beruvchi qonun loyihasi faqatgina Rossiyada qonuniy yashaydigan muhojirlarga taalluqlidir. Muammo ozchilikka, ya'ni qonuniy va rasmiy ishga joylashgan migrantlarga taalluqli. Ammo patent sotib olib keyin qayerda va qanday yashayotganini tushunmaydiganlarga esa hech qanday muammo yo'q. Shunday qilib, kelajakda baribir yaroqsiz tizimni tuzatib o'tirmay, samarali bo'lgan muqobilni joriy qilaylik. 2023-yilning noyabrida bizning fraksiyamiz patent tizimini bekor qilish va uni ishlash ruxsatnomasi bilan almashtirishga doir qonun loyihasini Davlat dumasiga kiritgan edi. Agar shu tartib joriy qilinsa, migrantlar ishlash uchun ruxsatnomani olgandan keyin biometrik ma'lumotlarni topshirib borishar edi, deydi Mironov. Uning tushuntirishicha, bunday yondashuvda migrantlar ma'lum bir ish beruvchi uchun ishlaydi va ish beruvchi uning uchun javob beradi va daromad solig'ini to'laydi. Biometrik ma'lumotlarni topshiruvchi tartib aynan byudjet uchun ham, qonuniy faoliyat yuritadigan biznes uchun ham, rasmiy ishlaydigan chet elliklar uchun ham foydali deb hisoblaydi deputat. Aksincha, biometrik ma'lumotlar topshirilsa, etnik jinoiy guruhlar tomonidan boshqariladigan soyadagi iqtisodiyotga katta to'sqinlik o'rnatiladi, deb qo'shimcha qilgan Mironov. Ayni vaqtda Mironovning taklifi Davlat dumasi va Rossiya hukumatini qiziqtirgani yo'q. Siz patent bekor bo'lib ishlash uchun ruxsatnomalar расширение на работу qaytishini xohlarmidingiz?